Hurmatli qizlar jonlar, mani hech vaqtim bo'lmadi bugun bolamdan ortishga. Butun tinmadim, ertalabdan 100 ta somsa zakaz tushgan. Somsalarni pishirib, mana agarotlarda o't yulish bilan ovoraman. Mehribon bolajonim beshikda yotmaydi. Lekin mana shu meni yelkamda yuradi, oppog'im meni, qaymog'im meni. Hurmatli qizlar jonlar, hamma ishlarni basallab yana 50 mingdan kuniga birovlarni uyiga mehnat qilgani chiqdim. Hurmatli qizlar jonlar, meni oppog'im kasalligi uchun meni yonimda har doim yelkamda. Qani qancha pul ishladi ekan? Dadasi, siz kamera olib turganingizni birov bilib qolmasin, xo'pmi? Surishtirib kelsam ajrashganman deng. Mana shuna qilib xalqdan pul olmasak, boshqa ilojimiz yo'q. Boshqa ilojimiz yo'q. Xalqni aldamasak bo'lmaydi.